O'rtoqlar qarab turinglar. Qizlar Parvina brend do'konini oldidan o'tib ketayotgandim, qarasam skidka bo'layotgan ekan. Keyin reklama qilib ketay. Patichklarim ham mazza qilsin deb reklama qildim. Qaranglar. Mana bu ko'ylak 250 dan sotilgan, hozir skidkaga, ya'ni bayram skidkasiga tushdi. 199 ming bir xil ranglari bor, qaranglar. Bardovisi bor, bunaqa ranglari bor, ishqilib ranglari juda ham ko'p. Mana bu hakki ranglarni, hamma ranglarni mana bu. Ha, короче, pistachio. Dastavka bor qizlar, cho'ziladigan mato. Bemalol mazza qilib kiygirsanglar bo'ladi. Tagidan shamol turadi. Chiroyligini qaranglar. O'zim oqdan olganman. Rang xilma xil, mana ko'rsa yaqinda qip-qizili ham bor, oppoq ham bor. Mana. Mana mana qasvetida. Ko'rdinglarmi? Bunday qizlar bemalol olsanglar bo'ladi. Bu cho'ziladigan. Bu ko'rib turgan ko'ylaklar razmeri 52 gacha bo'lgan. Bemalol do'mboq opa-singillarimizga ham to'g'ri keladigan, ranglari, rasvetkalari har xil bo'lgan ko'ylaklar. Atiga 120 ming. Qaranglar, har xil ranglar bor. Bitta ko'rsata olmayman, lekin hozir harakat qilaman shunda ham. Bor yo'q 99 mingga, buni razmeri standart qizlar. Beli cho'zilib bitta beli cho'zilmasin bitta qo'ydim. Kelar ekan. Qizlar, mana bu ko'rib turgan baletkalar 160 mingdan sotilgan. Hozir sizlar uchun, afsanlarim uchun bor yo'g'i 130 mingdan. Olinglar. Voy qizlar, ketsa boydan ketibdi. 250 mingdan sotilgan gul bo'lishimlarimiz atiga 199 ming. Qizlar 180 dan sotilayotgan yubkalarimiz endi atiga 140 mingdan. Ranglari, rasvetkalari har xil, razmerlari standart. Tanlab olaverasizlar. Qizlar, 280 mingdan sotilayotgan ishimlarimiz atiga 200 mingdan sizlar uchun. 150 dan sotilgan futbolkalarimiz narxi hozir 99 ming. Hayt munosabati bilan qizlar. Skidka dushanba kunigacha davom etadi. O'shaning uchun ulgurib olinglar. Mana rasvetkalarni sizlarga ko'rsataman.